Ko'rdingmi? Alo, cho'miltiraman xolos. Ayning. Samuray dushayman deb tartishgan qarang. Yonboshib qo'ygan. Karchika, albatta cho'milasan, albatta. Nima zararli sig'di kunda. Zahmatimi ko'rsan? Zahmat. Zahmat. Ko'rdingmi? Alo, cho'miltiraman xolos. Bo'ldi, yutqizding. Damino. Ay. Prinsessam, cho'milasizmi deyapman. Albatta cho'milasiz. Ho'p. Arqon topolmadim, iloji yo'q. Kecha Andijonga borganimda reklama olgani, mana futbolkani bir ukamiz hadya qildi. Shunday случайно ko'rib oldik. Bitta videoingizni ko'rdim deyapti. Bir kichkina motivatsiya oldim. Shunday chiqdim, ozgina pulim bor edi. Futbolka olib skuterda sotib yuribgan. Rosa xursand bo'ldim. Bir insonga qanaqadir manfaatli bir video qo'yibmanki, ta'sirlanib ketdim rostdan ham. Rahmat e'tibor uchun. Aka, sizga rahmat deyapti. Skuterchaga 3-4 xaltani solib, bozorda aylanib yuribgan. Futbolka yenguzi, yengilda mayka, shorti sotib yuribman deydi. Kam bo'lganimga motivatsiya oldim videoingizdan deydi. O'lib ham maza qilaman endi. Nimagaki bir insonga qanaqadir bir zarracha bo'lsa ham foydan teganidan xursandman. Rahmat hammalaringga. To'joq. Любой hayvonga ozgina parvarish kerak-ku. Bo'lib ham bu eng barakali hayvonlardan biri. Bularga chiroyli qarorish kerak. Xudodan fermaga yana ham barakasini keltirishini yoki xonadonga yana ham barakasini keltirishini so'rash kerak.